Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli akalar, hurmatli ukalar. Navbatdagi darsimizga xush kelibsiz. Userdan so'z olib, uni 10 marta chiqaring deyapti. Birinchi 5 problem solving ni savoli. Bunda nima qilamiz? Bu ham juda ham oson. S barobar bunday deymiz. Input qaus ochamizda, misol uchun so'z deymiz. Keyin for nom bermasdan ketsak ham bo'laveradi. In range qaus ochamizdagi 10 deymiz. Mana 10 gacha 10 marta aylansin deyapmiz. Print nimani? S ni. Run qilamiz. Misol uchun olmalar degan so'zni mana 10 marta chiqarib beradi. Juda ham oson. Keyingisi user son beradi. Birdan shu songacha bo'lganlarni chiqaring deyapti mana. Bunda nima qilamiz? N barobar integer input qaus ochamizda qo'shtirnoq ochamiz. Sonlar deymizda mana bunday qilamizda. Misol uchun pastga ochamiz for e in range qaus ochamizda. Misol uchun 1 dan n plus 1 gacha. 2 nuqta qo'yib pastga tushamiz. Print e. Mana run qiladigan bo'lsak, endi aytaylik 52 ni berdik mana. 50. Biz birdan ta o'sha user foyda bergan joygacha nima qiladi demak, chiqarib berar ekan mana. 7 ni bergandim, 7 gacha chiqardi. Keyingi savolimiz ro'yxatdagi sonlar ichidan faqatgina 5 ga bo'linadiganlarini nima qiling? Chiqaring deyapti bizga. Endi bizga buning uchun ro'yxat kerak bo'ladi. Aytaylik 4, 74, 85, 5, 95, 105 va 2 degan raqamlar bor mana. Tak, endi bilan pastga tushamiz. Mana shu raqamlar orasidan faqatgina 5 ga bo'linadiganlarni nima qilishimiz kerak? Olishimiz kerak. Print qaus ochdik, kvadrat ochamiz. Mana bu yerda n for n in nums, ya'ni raqamlar ichidagi har bittasi aylangan. Agarki n'imiz katta bo'ladigan bo'lsa 5 dan, ya'ni 5 dan katta sonlar nima qiladi demak hammasi 5 ga bo'linadigan sonlar hisoblanar ekan. Demak, keyingi savolimizni ko'ramiz. Userdan so'z olib, uni teskarisiga qo'shib chiqaring deyapti. Buning uchun mana bunday qilamiz mana. Input mana bunday qilamizda satr, ya'ni o'sha belgilar. Keyin pastga tushamizda print qaus ochamizda s plus s va 2 nuqta minus 1. Mana bunday qilamiz. Endi misol uchun kamalak degan so'zni beradigan bo'lsak, mana kamalak bu yog'i o'zi teskarisi mana kalamak degan. Ikkalasiga nima qildik? Teskarisiga olib buni qo'shib chiqardik. Mana s deganimiz birinchi o'zi, s nima teskarisi deganimiz mana teskarisini chiqarib berdik. Va keyingisi userdan so'z olib, buni har bir harfini alohida yozing deyapti mana. Buning uchun text barobar input deymiz. Mana bu yerda nima deymiz? Misol uchun matnni so'rab olishimiz kerak. Endi sikl aylantiramiz. For c in text print qilgan c ni run qilamiz. Misol uchun aytaylik, mayli bitta yaxmalak degan so'z beramiz mana. Yaxmalakni hammasini nima qilib berdi bizga? Harf alohida qilib chiqarib berdi. Bugun ko'rib o'tmoqchi bo'lgan narsalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.